tanadagi kimyoviy reaksiyalar tezligi va sur'atini o'zgartira oladi. Bizda fermentlarning ikkita turi mavjud. Oddiy, inglizchada simple va birikkan, ya'ni conjugated deb ataladi. Bular nimani anglatadi? Agar u oddiy bo'lsa, demak faqat aminokislotalardan iborat bo'ladi. Ya'ni u shunchaki oqsil hisoblanadi. Agar u birikkan bo'lsa, demak tarkibida aminokislotalar bilan birga yana boshqa narsa ham bor. Ya'ni lipid yoki shakar kabi moddalar bo'lishi mumkin. Mana bu yerda misollar keltirilgan ko'rishingiz mumkin. Masalan, albumin. Unda faqat aminokislotalar bor, bir-birining ketma-ketligida. Shuning uchun albumin oddiy ferment hisoblanadi. Ammo lipoprotein bunda lipid degani va oqsil bor. Lipoproteinda lipid va oqsil bo'ladi. Glikoprotein esa gliko, shakar degani, ya'ni glikoproteinda shakar va aminokislotalar mavjud bo'ladi. Lipoprotein va glikoprotein ikkalasi ham birikkan fermentlar bo'ladi. Endi mana bu rasmda biz fermentning tuzilishini ko'rishimiz mumkin. Butun ko'rinish bo'lib, holoferment, holoenzim deb ataladi. U apoferment, kulrang qismi hisoblanadi va qo'shimcha qismlar koenzim, kofaktor va katalitik qismdan iborat bo'ladi. Butun fermentni biz holoferment deb ataymiz. Keling, har bir qismini alohida ko'rib chiqamiz. Apoferment nima? Bu fermentning oqsil qismi bo'lib, ya'ni fermentning kofaktor va koenzimsiz holati. Bunday holatda uni apoferment deb ataymiz. U aminokislotalardan iborat, ya'ni oddiy oqsil va u faol bo'lmaydi to kofaktor va koferment qo'shilmaguncha. Ular qo'shilmaguncha apoferment faol bo'la olmaydi. Apoferment oqsil bo'lgani uchun uning 3 o'lchamli shakli bor. Har bir oqsilning juda o'ziga xos bo'lgan 3D shakli mavjud bo'ladi. Unda kofaktor va substrat birikishi uchun maxsus joylar mavjud bo'ladi. Undan keyingisi kofaktor. Ular oqsil bo'lmaydi. Oqsilmas. Oqsil qismi apoferment bo'lgan edi. Kofaktorlar esa oqsil bo'lmagan moddalar hisoblanadi. Ular metall ionlari ham bo'lishi mumkin. Kofaktorlar butun fermentga, holofermentga reaksiyani tezlashtirishga yordam beradi. Shu sababli ularni yordamchi molekulalar ham deb ataladi. Kofaktorlarni ikkita turini ko'rishimiz mumkin. Noorganik ionlar, murakkab organik molekulalar. Ularni koenzim deb ham atashadi. Vitaminlar o'sha ko'p hollarda kofaktor yoki koenzim misolida bo'ladi. Demak, ionlar kofaktor bo'lishi mumkin, lekin koenzim emas. Vitaminlar esa koenzim ham, kofaktorlar ham bo'lishi mumkin. Koenzimlar ikki xil bo'ladi: prostetik guruh va ko-substratlar. Bularning ikkalasining farqi, o'sha prostetik guruh apofermentga juda mahkam, hatto kovalent bog' bilan birikadi va deyarli ajralmaydi. Shuning uchun u prostetik guruh deb ataladi. Ko-substratlar esa vaqtincha birikadi. Ular oson ajralib ketish xususiyatiga ega. Shuning uchun ko-substrat deb ataladi. Keyingisi katalitik markaz. Har bir fermentda reaksiyani bajaradigan maxsus qism bo'ladi. Mana shu katalitik markaz yoki aktiv markaz deyiladi. Substrat shu yerga birikadi va aynan shu joyda reaksiya sodir bo'ladi. Reaksiya sodir bo'lib, mahsulot hosil bo'ladi va mahsulot ajralib chiqadi. Katalitik markazda aminokislota qoldiqlari bo'ladi. Ular substratga birikadi. Substrat kelganda aminokislota qoldiqlari substratni ushlab turadi, reaksiya sodir bo'ladi va mahsulot ajratadi. Bu yerda juda muhim narsa, o'sha fermentlar oqsil bo'lgani uchun ularning shakli o'ziga xos bo'ladi. Har bir fermentning katalitik markazi shakli boshqacha bo'ladi. O'sha katalitik markaz har bir fermentda reaksiyani bajaradigan o'sha maxsus qism bo'lib ishtirok etadi. Shu katalitik markaz aktiv markaz ham deb atashimiz mumkin bo'ladi. Substrat shu yerga birikadi va aynan shu joyda reaksiya sodir bo'ladi.
Xo'p, reaksiya sodir bo'lgandan so'ng o'sha mahsulot hosil bo'ladi va o'sha mahsulot ajralib chiqadi. Bu yerda bu kalit va qulf tamoyiga birmuncha o'xshash bo'ladi. Ya'ni o'sha substrat kalit, ferment esa qulf hisoblanadi. Har bir kalit faqat o'sha mos qulfni ochadi. Agar substrat fermentning katalitik markaziga mos kelmasa, reaksiya sodir bo'lmaydi. Faqat mos shakldagi substrat o'sha mos ferment bilan reaksiyaga kirishadi. Shuning uchun ham har bir substrat uchun maxsus ferment bo'ladi. Va juda muhim narsalardan yana biri o'sha har xil harorat va pH oqsillar shaklini o'zgartirishi mumkin. Ferment ham oqsil bo'lgani uchun harorat va pH yuqori yoki past bo'lsa, uning shakli buziladi. Katalitik markaz shakli o'zgaradi va substrat bilan mos kelmay qoladi. Natijada reaksiya sodir bo'lmaydi. Shuning uchun tanamiz uchun yuqori yoki past harorat xavfli. Bu oqsillar va fermentlarni buzishi, hatto o'limgacha ham olib kelishi mumkin.